Mashinamni sotishdan oldin narx qozib olish uchun nima qilsam bo'ladi? Mashinani realniy narxini qayerdan topaman? Men sizga hozir ikkita usulini o'rgatib qo'yaman. Birinchi va eng asosiy usuli bu bozor. Otang bozor, onang bozor bekorga etmagan. Bozorga tushasiz, o'zingizga o'xshagan, probegi bir xil, kraskasi bir xil, yili bir xil, holatini bir xil mashinani ko'rasiz. U mashinani narxini siz egasidan so'raysiz. Assortiment ko'p, bitta emas, ikkita, uchta variantlar ham bor. 3 ta 4 ta variantlarni ko'rsangiz, bundan keyin sizda variant ham chiqadi. Ikkinchi, OLX yo boshqa saytlarga ham ko'rsangiz bo'ladi. Faqat bitta narsani inobatga oling. E'lon qo'ygan odamni kimligini bilish kerak. Agar u olib sotar emas, haqiqiy egasi bo'lsa, sizning mashinangizni real narxi chiqadi. Faqat bitta oltin qoida bor. Agar siz ikki usulida narxini chiqazib olsangiz, o'sha chiqazayotgan narxiga siz sotolmaysiz. Baribir ham ozgina o't berishga to'g'ri keladi. Agar siz realniy otsenka qilmoqchi bo'lsangiz, Moment Motorsga olib keling yoki o'zim